bizni ichimizda ham o'zidan bloger yasab olib, xalqimizni dardidan foydalanib, ichki ishlarga, prokuraturaga, xavfsizlikka, sud tizimlariga bosim o'tkazib, ya'ni axboriy bosim o'tkazib, xuddi bir kompromant tayyorlab shu ishlarni qilayotganlar fasodchilar, do'stlar. Bizda kichkina ko'rinish bo'lishi mumkin, lekin o'sha katta ko'rinishdagi fasodchilarni bizdagi vakillari ular. Mana Sirojiddin Media xatosi aniq, %100 ko'rinib turibdi. %100 xatosi. Xorlayvermang deb haligi bir ashula bor Yulduz Usmonovani. Shu muzikani anavi farroshchi suhbatini orqasiga qo'yib qo'yib, uni mazlum qilib ko'rsatib, bu urilgan, yechintirilgan siz-u, yechintirilgan deb butun xalqni hissiyotiga o'ynab keluvdi. Men chiqib turib, yechintirmagan o, sudda hujjatlarda u narsa yo'q deganimdan keyin masala aylanib ketdi teskariga. Bu Siroj Media bo'lsin, qolganlari bo'lsin, 100% xalqni aldab, 100% pul bergan tarafiga moyil bo'lib, o'sha pul berganni gapini oqlab kelganligi ma'lum bo'ldi-yu. Chiqib turib uzr so'rashga nomusi yetmayapti, nomus yo'q. Ya'ni vijdon qiynalmayapti. Chiqib aytmayaptiki, do'stlar, ha biz aldanibmiz. Ha, masala mana bu bo'lgan ekan. Deyish yo'q. Meni tek qilibdi kecha. Yani bu oktagonda bo'lgan urush nima bo'lyapti domla? Bir mulohaza berib yuboring deb. Izoh yozdim keyin. Siz dedim oldin javob bering. Ya'ni ishtonni orqasidan yegan narsalaringizni oldin qusing. Xalqqa chiqib uzr so'rang. O'y Siroj Media. Xalqqa chiqib uzr do'stlar. Men o'sha qornimni to'ydirish uchun o'zimni semirtirib biroz maishat qilishim uchun yolg'on gapni sizlarga rost qilib ko'rsatdim. Rostni yolg'on qilib ko'rsatdim. Jurnalistikada bunaqa narsa bo'lar ekan, xato bu. Kechirasizlar deyish kerak. O'sha joyga kelgan. Yo'q, bu yana aylantirib yotibdi, hali unda, hali bunda. Endi hozir ochiq oydin e'tirof qilyapti. Ha, uni kim urgan, kim yechintirgan bilmayman deyapti. Ya? Bu Siroj Media haqida emas suhbat o'zi. Men misol keltiryapman. Odamlar shu joyi kesadida Siroj Mediani rasmini qo'yadida, keyin ana Abror Muxtor Ali bunga qarshi gapirdi. Yo'q, Siroj Medialar unaqa e'tiborli odamlar emas. Xalqqa orasida vazni bor odamlar emas. Yolg'onchi odamlar. Yolg'onchiligi fosh bo'lsa ham tan olib uzr so'ramaydigan odamlar. Nomus, erkaklik, rujulat degan tushunchalari yo'q. Menimcha biroz o'shanaqangi ayollarning orqasidan kun ko'raverganligi uchun shunaqasi yo'qolib qolgan. Izohni yozsam, izohimni o'chirib tashlabdi. Nimaga o'chirib tashladingiz izohni desam, meni bloklab qo'yibdi. Facebookda. Bu videoni zapis qilib tashlab qo'yasizlar o'ziga. Sirojiddin Mediaga. Sirojiddin Media kelib ko'rishib gaplashishga duxiylar yetmasadi, u aniq edi u. Bonaman deb qichqirayotgani bor edi bu. Virus bor edi bittasi. Bo'g'alab gapiradigan virus. Kela olmaydi. Kellaring desam, internet orqali ham bilan jang qilamiz deb qo'yadi. Kela olmaysizlar. Nimaga qo'ygan postingizda meni tek qilyapsiz? Javob bersam bloklab qo'yyapsiz. Sirojiddin Media. Jurnalistikada ham no'noqsizlar. No'noqniki no'nog'i. Qo'pol qilib aytganda Epstein bolalarisizlar. Epstein sistemasini bizni ichimizdagi namoyondasizlar. Kuchinglar yetmaydi. Fasod bilan shug'ullangan, oqni qora qilib ko'rsatadigan, eriga xiyonat qilganni tomaris deb xalqqa yedirishga urinib yurgan odamlar yutmaydi. Undov tagiga chizib ham qo'ying bu gapni. Yutmaydi bular, mumkin emas. Allohning adolatiga teskari narsa bular. Alloh subhanahu va taoloni rashki bor.
payg'ambar alayhissalotu vassalom aytganlar. Alloh taolo o'ta rashki buyuk zot. Bu narsalar Alloh taoloning rashkiga qarshi. Voy, yaxshi bo'lmaydi, Sirojiddin. Yaxshi bo'lmaydi. Men sizga ruhiy tomonini aytyapman. Ruhiy tomonini. Nima bo'pti? O'zi ixtiyori bilan boribdi-da, deyapti narginisi. Birov xotinini uyga kirib olib, mashinasini minib yurgan bittasi bor. Nima qilibdi deyapti. Epstein ham shunaqa deyapti-da. Nima qilibdi deyapti. Hammasi rozi bo'lgan, o'zi kelgan deyapti. Yo, insoniy mezonlar bor. Qonun qazo yuzasidan masalani yechimini aytadi-da, lekin insoniy, vijdoniy masalalar ham bor. Ular insonlar o'rtasidagi sulh, kelishuv, o'zaro kechiruv, bir-birini tushunish masalalarga ham aloqador bo'ladi. Faqat qonunchilik deb turaverish ba'zan ishlamaydi. Qonun oldida javob beraman xolos desa, o'g'il otaga yaxshilik qilmay qo'yadi. Chunki majbur emas deydi, qonunda yo'q deydi. Keksayib qolgan onasini qariyalar uyga tashab kelaveradi. Nimaga? Qonun taqiqlamagan deydi. Insoniylik qayerda qoladi keyin? Insoniylik yo'qoladi. O'shani oldini olish uchun biz isloh qiluvchilar tomonda turamiz. Epsteinchilar tomonda emas, islohotchilar tomonida turamiz. Botilga qarshi jangim muqaddasdir muqaddas. Ey botil shamollari, endi qaydan essang es. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.